Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Demak, sizlar bilan navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Bu safargi video darsimiz amaliy mashg'ulot ko'rinishida bo'ladi. Xo'p, demak, bugungi amaliy mashg'ulotimizda biz elektron pochtalar bilan ishlaymiz. Umuman elektron pochta nima narsa, unda nima ish qilsa bo'ladi, nimaga kerak bo'ladi, qanaqa sozlamalari bor degan savollarga javob berishga harakat qilib ko'ramiz. Elektron pochta hayotimizda juda ham kerakli bo'lgan vositalardan biri. Chunki bugungi kunda ayrim platforma va tizimlarda aynan elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tamiz, undan foydalanamiz. Hattoki mana YouTube'da kanal ochish uchun ham asosiy vosita bu elektron pochta hisoblanadi, bilasiz. Pochtani kanal sifatida ishlatasiz. Bizning YouTube'dagi kanalimiz ham aynan shu asosda ish olib boradi. Demak, elektron pochtaga ishlash uchun bizga oddiygina Google Chrome brauzer kerak bo'ladi. Xohlagan bitta profilimni tanlayman. Menda elektron pochta juda ham ko'p. O'zimda xohlagan bittasini mana sizga ko'rsataman ochiqchasiga. Yashirish yo'q. Mana bu yerda mana ko'rib tursiz, farhod@pc1007gmail.com nomli elektron pochtam bor. Ishlab turadi har doim elektron pochta. Yoki brauzer o'zlari ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana boshqa elektron pochtalarni ham ko'rib tursiz. Misol uchun elektron pochta upravlение akkaunti, ya'ni bu akkaunt boshqarish qismi hisoblanadi. Keling, shu akkaunt boshqarish sozlamalar hamma narsa shu yerda, shuni sizga ko'rsataman, ko'rib chiqamiz. Главный menyusi, главный oynasi bu. Bu yerda nimalar mavjud? Moy parol o'zgartirasiz. Misol uchun parol qismi bor. Mana qayta kirasizda o'zgartirishingiz mumkin. Hozir buni terib ustroyство, qurilma, menejer parol bor. Menejer parol mana shu akkauntdan foydalangan holda qaysidir joylarda, masalan, terso'z, boshqa joylardan parol bilan ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, shu parollar turadi. Ko'rsangiz bo'ladi. Cookies faylga o'xshaydi, ya'ni. Moy действия, men harakatlarim, nimalarda qanday ishlaganlarim, mana kurs, LMS tizimi va hokazo, dars jadvali, ishqilib hammasi ishlaganlarsiz, ya'ni my activity deb nomlanadi, mening my действия. Shu narsani ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni bu elektron pochtadan foydalanib nimalar ish qilganingiz hammasi keltiriladi. Hammasi turibdi bu yerda. Paynet, Telegram hammasi kelib turibdi. Xo'p, bizga bu shart emas menimcha. Elektron pochtani o'ziga ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni elektron pochta manzili, kontaktlar, rezervni pochtalar, boshqa hammasini bersangiz bo'ladi. Boshqa joydan ham qilsangiz bo'ladi. Lishniy informatsiya bu elektron pochta mana egasi, ya'ni men haqimda bu. Kontakt informatsiya, qaysi elektron pochtani belgilaganman, telefon raqamini kiritganman bunga, tug'ilgan yil sanalar, o'zi xohlaganingiz kiritib qo'ysangiz ham bo'ladi. Hozir qanaqa ochishni ham ko'rsataman bu bo'yicha. Profil, masalan, mana bu turibdi. Parol bor, menejer parol bor, albatta. Uni o'zgartirsangiz bo'ladi. Oxirgi 4-avgustga qo'ygan ekanmiz. Region sifatida o'zi yazik, ya'ni Rossiya turibdi bizda. Xo'p, bular shaxsiy ma'lumotlar, mana lishniy informatsiya. Данные конфиденциальность, bu ma'lumotlar hamda maxfiy ma'lumotlar hisoblanadi. Misol uchun nimalar bor bu yerda? Saqlangan istoriya, ya'ni tarix bor. Istoriya, YouTube'da nima ko'rganingiz, boshqa. U boyagida ham bor, bilsangiz, activity'da ham bor edi. Profilingiz, sponsor oplata, подписки, ya'ni to'lovlar, obunalar, o'zingiz qurilmangiz haqida ma'lumotlar keladi. Стороннее приложение bor, xo'sh, yana удалить akkaunt Google ham bor. Yo'q bo'lsa, mana shu yerda o'chirib yuborsangiz bo'ladi. Bosh bossam men ba'zi narsalar so'raydi, tasdiqlayman. Mana shu akkaunt, mana shu to'liq elektron pochtam o'chib ketadi xullas. Yo'qmasa, bezopaslik bo'limi juda ham qiziq va muhim bo'limlardan biri. Ikki bosqich avtoidentifikatsiyani yoqishingiz kerak. Menda hozir o'chirilgan, aslida yoqilishi kerak bu. Ключ dastur, elektron ключ orqali ruxsat berish, parol o'zgartirishingiz mumkin bu yerdan ham. Xo'p, запрашивает parol bor. Google bitta ustroysa, ya'ni bitta qurilmada ulangan, ya'ni bu rostdan ham meni bitta qurilmamda bor. Mana shu kompyuterda ulangan, telefonimda yo'q. Boshqa elektron pochtalar ham telefonda ham bor albatta. Rezervniy elektron adres bu nima uchun kerak? Masalan, telefon, mana shu elektron pochta meni parol eslamay chiqib ketdi, to'g'rimi? Rezervni pochta orqali, через bu orqali, shu rezerv pochta orqali tiklab olsam bo'ladi mana.
Bu qo'shimcha zaxira nusxasi sifatida ishlaydi. Va shu ustroyство. Xo'p, nima? Nimangiz bor? Ya'ni Redmi Note, men uzr, telefonimda ham ulangan bu narsa. Telefonimda ham bor aytgancha. Ulab qo'yibman. Bitta kompyuterdamiz. Mana kompyuter, mana shu hozir ishlatadigan kompyuter. Hamda men telefonimga ulangan. Bu yerda esa связанный nimalar bor yana bu yerda. Связанный сторонние приложения servis, ya'ni asosan nima qaysi platformalar aloqador bor. Men bossam ko'p platformalar, masalan, sun'iy OpenAI bilan Sami platformasi, Uzmoy va hokazo juda ko'p platformalar bilan aloqadorlikni ko'rsatib beradi. Menejer parol yana bu yerda ham bor, ya'ni parol almashtirish. Sizga bitta qiziqroq ma'lumotni aytib ketaman. Найти потерянное устройство kirasiz. Mana bu yerda bitta bundan tashqari qanday qurilma borligi masalan. Bitta kiraman, Redmi Note 11 Pro telefonim ulangan. Eng qizig'i mana bu orqali mana shu telefonim ulangan manzilni topa olsangiz bo'ladi. Kimdir elektron pochta orqali telefon topsa bo'ladi xolos. Telefoningizga bog'langan bo'lsa bo'ldi va interneti ulangan bo'lsa bo'ldi. Men hozir telefonimni ko'rsata olmayman, oldimda turibdi telefonim. Internet ulangan. Hattoki mana shu qidiruvga bosganim uchun telefonimga hozir xabar keldi. Ya'ni кто-то нашел это устройство через portal поиск deyapti. Ya'ni xullas sizni portal poisk orqali kimdir izlayapti, deyapti. Sizni kuzatyapti, deyapti. Telefonimni ko'rsatish imkoniyatim yo'q. Mana hozir qo'limdagi telefonga shu xabar keldi Google orqali. Ya'ni men rostdan ham kuzatyapman-ku telefonim qayerdalik. Rostdan ham mana shu mening manzilim. Termiz shahridagi mening manzilim. Ko'rinib turibdi. Videoni ayni paytda live-da jonli ravishda tayyorlayapman. Mana ko'rib turibsiz, regionlar haqiqiy. Endi hattoki mana bu yerda qaysi mana bu 1007 degan bu sim kartamning nomi rostdan ham 31% zaryadga ega telefonim. Shuni ham ko'rsatib turdim ma'lumot sifatida. Воспроизвести звук bu telefonga xabar jo'natish. Telefonga xabar jo'natsak bo'ladi. Qanday? Signal aslida bu. Signal. Telefon topdiga qo'shimcha signal jo'natsak bo'ladi. Masalan, hozir bosaman, mikrofonga yaqin tutib turaman, eshitiladi. Mana bosdim. Mana. Eshitilyapti. Signal, ogohlantirish signali, hokazo bo'lishi mumkin. Uni endi bitta bosaman, o'zi mana o'chadi, o'chdi. Производство устройства восстановления to'xtatildi. Eng yaxshi, balkim yomon tarafi mana shu orqali zablokir, ya'ni устройство, mana shu qurilmani men bloklab qo'yishim mumkin. Yoki nastroykani sbrosib berish mumkin, tozalab olish mumkin telefonimda. Faqat iltimos boshqa biror elektron pochtasini kovlab, qayerdadir bo'lsa, jamoat ko'pchilik foydalanadigan joylarda bo'lsa, bu ishlarni qilmasligingizni maslahat beraman. Birovga zarar yetkazish yaxshi ish emas. Shunchaki ma'lumotlarni baribir aytishimiz kerak. Xullas, telefonni topsa bo'ladi elektron pochta orqali. Tushundingiz deb o'ylayman. Xo'p, o'ziga qaytamiz. Настройка доступ, nimalarga ruxsat berish, kontakt informatsiyaga pользователь foydalanuvchi kontaktlarga ruxsat berish, kontakt qo'shish. Hozircha bunda kontaktimiz yo'q, hech qanaqa. Telefonda ham kontaktni saqlanib qolganmiz. Biznes uchun imkoniyat, rekomendatsiya объявления, xo'p, yana bor ekan, платеж, подписки, to'lov va obunalar. Masalan, хранилище akkaunt bor. Masalan, mana bu 15 GB tekin joy siz uchun. Bluetooth texnologiyasi asosida qarang, Bluetooth ko'rsatib qo'yibdi. Keyin shunga kirib ko'ramiz, yaxshi. Bunda ma'lumotlarni saqlasangiz bo'ladi. Nimaga? Google Gmail, Google Foto orqali bemalol telefonda misol uchun men qilib qo'yibman, siz ham bemalol ishlatsangiz bo'ladi. 15 GB tekin. Ya'ni nima? Rasm, video, fayllar saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Xohlagan paytda elektron pochtadan foydalangan holatda ochib olib ishlatasiz. Telefoningiz qolib ketsa ham yoki o'zingiz boshqa joyda bo'lsangiz, dunyoning xohlagan chekkasida bo'lsangiz, mana shu elektron pochtani biror telefonga yoki kompyuterga ochib olasiz, bemalol mana shu yerdagi fayllardan foydalanasiz. Virtual xotira sifatida. Xo'p, agar siz yo'q, menga kerak emas, kattaroq joy kerak desangiz, ko'proq joy olishingiz mumkin. Mana 30 GB joy bir oyga, birinchi oy tekin, hech qanaqa joy yo'q, lekin mana yerda yozib qo'yibdi, birinchi oydan keyin 89 sent to'lashingiz kerak. Yana qanaqa tarif rejalari bor? Mana oylik, ежемесячный deyapti. Oylik $89.90
30 GB, 100 GB uchun yani $2, ya'ni bir oyda bu. Oylik bu. $3 esa 200 GB beradi. Mana bu yerda ochamiz, 2 terabaytlik ham bu. Juda ham katta. $10 ga 2 terabayt bizga ochiladi yani. Agar yo'q yillik desangiz 16% chegirmasi bor. 16% ya'ni 30 GB 1 yilga olaman desangiz $9, $20 100 GB beradi, 200 GB ga $30 ga 30 beradi, ya'ni $30 ga 200 GB beradi. Yo'q, menga haqiqiy premium versiyasi kerak desangiz 2 terabaytni $100 ga olishingiz mumkin. $99.99 ga. Bunda nima imkoniyat beriladi? Mana bu yerda imkoniyatlarning yozilgan. Masalan, 2 terabayt umumiy disk Google Photo, Gmail uchun beriladi. Gemini'ning 2.5 Pro versiyasidan V3 versiyasidan foydalansangiz bo'ladi. V3 bu sun'iy intellekt. Flow'dan foydalansangiz V3 ta, Whisk V3 bilan birgalikda 200 ta sun'iy intellekt bonus har kuni, har oyda beriladi. Notebook LM Rossiya dasturiga ruxsat beriladi. Gemini, Gmail, Vids va hokazo servislar, xullas juda ko'p narsa beradi sizga bitta qilib aytganda. Lekin to'g'ri juda ham qimmatroq. Bilmadim, bemalol agar yoqsa oformit qilasiz, print qilib kirib, sizda katta ehtimol Visa kartada to'lov qilishni so'raydi. Visa kartada to'lov qilib bemalol ishlataverasiz. Premushstoga kiramiz. Bu yangi planlarni, rejalarni ko'rsatish va hokazo. Xo'sh, nimalar qoldi? Endi keling, mana bu narsani ko'ramiz. Добавить account qilamiz. Sazdat account, yangi account yaratamiz. Umuman Google pochta qanaqa ochiladi? Telefonda ham, kompyuterda ham ochsa bo'ladi. Masalan, telefonda tezroq ochsa bo'ladi qanaqadir. Kompyuterda bitta muammo bor, hozir agar shu muammoga duch kelsak, hozir aytamiz. Sazdat account qilamiz. Biz tasavvur qiling, kiryapmiz mana bu xod qilib. Telefon yoki elektron pochtani kiritamiz. Bizda elektron pochtamiz ham yo'q. Telefonimizni kiritmoqchi emasmiz. Yangi akkaunt ochamiz. Sazdat akkauntga bosamiz. Lishniy использование, ya'ni shaxsiy ish uchun, yosh bolalar uchun, bir ish yoki biznes uchun. Biz shaxsiy ish uchun ochamiz. Ism, misol uchun Baxtiyor. Men ixtiyoriy ism qo'yyapman. Familiyasiga Jo'rayev misol uchun. Baxtiyor Jo'rayev misol uchun. Dali tug'ilgan sanasini tabiiy qo'yaman. Misol uchun necha desam, 2000-yil. Jinsimiz qo'y, hop, dali. Bizga mana bu yerda elektron pochta uchun ikkita variant beryapti. Namuna sifatida Baxtiyor Jo'rayev 449gmail.com deb ochasiz mana. Yoki Jo'rayev Baxtiyor 194 deb ochasiz, yoki o'zingiz tanlasangiz ham bo'ladi mana, o'zingiz. Masalan, keling yozib ko'ramiz. Baxtiyor Jo'rayevga o'ni yoza olmaysiz. O bilan yozganingiz ma'qulroq. O'sha O, G'larga keladigan familiyangiz bo'lsa, o'sha G'dagi tutuq belgisini olib tashlashni maslahat beraman. Jo'rayev. Keling, 001 deb yozib qo'yamiz. Cheqqaroqqa 1 bo'lsamiz, demak bu zaynit emas. Agar band bo'lsa nima qiladi masalan? Band bo'lsa 77 qilib qo'yaman. Ya bu ham band emas ekan. Baxtiyor Jo'rayevni o'zim ko'raylikchi. Qiziq, bu ham band emas. Yaxshi, band bo'lmasa yaxshi. Demak, biror raqam qo'yishni maslahat beraman, lekin har holda 001 deb qo'yamiz. Dali. Agar band bo'lsa, bu nom band deb chiqadi pastda. O'sha zaynit deydi. Parol qo'yamiz. Men o'zim parol qo'yaman. Xo'p. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Terimiz masalan 1 2 3 4 5. Bunga ham qo'yaman shuni. Dali. Skaner pomosh telefon qilib skaner qilib buni keyin tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Demak, kompyuterda shunaqa narsa. Telefonda ham xuddi shunday davom etadi. Sizdan rezerv pochta so'raydi. Rezerv pochta o'tkazib olishingiz mumkin, propisit qilib. Telefon raqamini so'raydi, propisit qilib uni ham o'tkazib olasiz. Bo'ldi, paydo bo'ladi. Keyin men o'zbekcha tushuntiryapman. Nima qilasiz? Mana ochdik deb tasavvur qilaylik. Pochtani ochganingizdan keyin, ochib olaylik yaxshisi. Mana upravleniyaga kirasiz yana. Upravleniyaga kirasizda ichki informatsiya, ism, familiyalar, mana bu joylarni to'ldirib chiqasiz, hammasini. To'ldirib chiqasiz. Tushundingizmi? Mana bular to'ldirilmagan bo'ladi boshida. Hech qaysi narsa yozilmagan bo'ladi. Shunchaki faqat bo'ldi.
menda ba'zi joylar to'ldirilmagan haligacha. E'tibor bersangiz. Shuncha turibdi. Shunday foydalanaman hozircha. Siz shuni to'ldirib chiqishingizga to'g'ri keladi. Ba'zi bir misol uchun funksiyalar ham bor. Uni qo'shimcha ravishda o'rganib chiqishingizga mumkin bo'ladi. Mana bu hali ehtimolsin deb sal chetroq qo'yib qo'ydim. Xullas, elektron pochtadan foydalanish shu. Yana bitta narsani ko'rsatib ketay. Vaqtimiz bor hali. Pochtani o'ziga kirasiz. gmail.com yoki mana bu yerga yozsangiz ham bo'ladi. gmail.com. Gmail deb yozsangiz, Gmailni o'ziga kirgizib berasizda. Yoki bo'lmasa, mana brauzerda ochgan paytingizda mana bu narsa bo'ladi. O'zi Google'da brauzerda o'zini maxsus ilovalari kiradigan. Pochtaga kiramiz. Aynan mana shu pochta ya'ni. Boya ko'rsatgan Farhod PC 1007 degan pochta. Nimalar ulangan, masalan, Google'dan xabarlar kelgan, boshqa kelgan, Start bor, Snooze bor, vaqtincha set men yubordik, hech kim yubormaganman. Bu yerda qo'shimcha narsalar bor, spam bo'lishi mumkin va hokazo. Bu konkretniy haligi nima deydi? Elektron pochta bemalol yozishingiz mumkin. Mana kompos qilasizda, mana bu yerga kimga yozyapsiz? O'shani jo'natasiz. Kim? Mana bu yerda maqsad. Bo'ldi, send qilasiz, jo'natib ketaveradi. Bu yerda salom yo'q. Iloji bo'lsa biror bir tanishingizga yozib ko'ring. Elektron pochtasiga xat jo'natib ko'ring. Chet elda, ko'pincha xorij mamlakatlarda hech qachon ijtimoiy tarmoqdagi profil so'ralmaydi. Ma'lumot almashish uchun rasmiy ravishda. Telegram, Instagram, Facebook manzillari deyarli Facebook bo'lishi mumkin, to'g'ri. Telegramlarni ko'rmaganmiz, dunyo bo'yicha u qadar mashhur emas. Har doim Instagram manzili ham berilmaydi. U yerda muloqotni oyna emas, media olami ko'proq ijtimoiy tarmoq. Eng asosiy vosita albatta mana shunga o'xshagan elektron pochta tizimi hisoblanadi. Qayerga ko'zingiz tushsa e'tibor berganmisiz? Tashkilotlar, firmalar, korporatsiyalar, katta kompaniyalar, ko'p shaxslar o'zini vizitkasida, ma'lumotida telefon raqami bilan birgalikda elektron pochtasini qoldiradi. Elektron pochtaga, manzilga jo'natishingiz mumkin, ma'lumot almashishingiz mumkin, biror narsa so'rashingiz mumkin. Xullas, ana shu ishlar uchun aktual va muhim hisoblanadi. Elektron pochta haqida yana boshqa funksiyalar haqida gapirishimiz mumkin, boshqa darslarga qoldiramiz. Qolaversa qolganini o'zingizga havola qilamiz. Siz elektron pochta haqida yana nimalarni bilasiz? Elektron pochtadan qanaqa foydalanasiz? Shu haqida fikrlaringizni qoldirib ketsangiz bo'ladi. Bugungi amaliy mashg'ulotimizda aytmoqchi bo'lgan fikr mulohazalarimiz shulardan iborat edi. Amaliy mashg'ulot yuzasidan fikr va mulohazalaringiz bo'lsa, quyidagi manzillar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qolaversa, ushbu video tagida izohlarda ham biz bilan muhokama qilishingiz mumkin. Siz bilan yaqin daqiqalar davomida Farhod Tursunov bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.